Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, Qo'chqorni zo'rini, idealini, originalini boqaman degan akalarimizga Qo'chqorni haqiqiy zo'rlaridan yetib kelgan. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida akalar. Hammaga mana shunaqa toza zo'rlardan boqishlik inshaalloh nasib qilsin akalar. Oppog'idan, zo'ridan ko'chatini olib boqaman degan akalarimizga bugungi videoni oxirigacha ko'rasizlar. Qo'chqorlarni haqiqiy elita zo'rlaridan chiqarib beradi. Azizbek do'stimiz xonadoniga kelganmiz. Hormang Azizbek. Ilohimjon, assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan hayitlarni o'tkazib. Qo'chqorlarni zo'ri ketdi. Bugun o'ta noyoblaridan kelganmiz. Mashalloh, jonivorni qarang, turishini akalar. Jonlarni qarang. Boqqanga yarasha mana shunaqa tozasidan boqinglar akalar. Ko'rganda ko'z quvonadigan, dilni yayratvoradigan Qo'chqorni oppog'idan ketdi. Mashalloh, juda ham havas qilinglar akalar. Sizlarga ham mana shunaqa Qo'chqorlardan boqishlik inshaalloh nasib qilsin. Yaxshi fikr, takliflarni kommentariyga bildirib turasizlar. Azizbekni hamma taniydi. Anchadan beri olib kelib Qo'chqorlarni zo'rini xalqimizga, bizni obunachilarimizga yetkazib beryapti. Mashalloh, go'zal. Bunaqa Qo'chqorlarni topganga, boqqanga otasiga rahmat. Oldi to'shlarini qaranglar. Idealidan, zo'ridan akalar. Mana hafta kuni dushanba 9-iyun sanamiz. Ana akalar. Voy bu Azizbek tortib ketib qolmasin yana. Durrak ketadi bu. Hozir kuchga to'ldi. Buqani kuchi bor ekan, mashalloh. Vazni ham ancha shekilli buni, ha? Vazni 148 kilo. 148 kilo? Mashalloh. Oldi to'shni qaranglar akalar. Jonivorni. Lekin qo'yda hali zapasi yetarli. Mana qaranglar akalar. Inshaalloh 200 kilolik Qo'chqor bo'ladi. Hozir 4 ishda, kuchida. 100 ta sovliqlaring bo'lsa, bemalol qo'shib bolasini olaverasizlar. Bunisi qo'zida deysiz buni? Bunisi qo'zi. Buni qaranglar. 87 kilogramm buni. Bir joydan kelganmi ikkalasi? Bir xili? Ha, ikkovi bir yerdan kelgan. Xudo xolasa haqiqiy obunachilarimizga jonivor. Kallalari ham hamma joyi bir xil ekan-a? Ha, ikkalasi. Gap yo'q. Hammaga nasib qilsin. 11 oylik qo'zi buni. Bunisi 11 oylik. Unisi Ikkalasini ham sog'liqqa qo'shsalaring bemalol bo'laveradi akalar. 100 ta, 50 ta, nechta sog'liqlaring bo'lsa, mana bu Qo'chqorni olib tavsiya qilaman. Qo'shinglar. Rangi ham chiroyli, oppog'idan o'zi ham bir krasota Qo'chqor ekan. Jonivorlar haqiqiy bir-biridan zo'r. Turishni qarang. Mashalloh, hammaga mana shunaqa tozalaridan boqish nasib qilsin inshaalloh. Qo'chqorlar zo'r. Qayerdan topdingizlar? hozir Turishdi. terib zaxirada turibdi, shu hayitdan keyin chiqaraman deb. Gap yo'q lekin. Mana Qo'chqoring bo'lsa shunaqa bo'lsin degan akalarimizga. Va maza qilib boqadigan joyi keldi. Narxi ham yo'lida, xudo xolasa. Chiroyli qilib beramizmi? Beramiz, xudo xolasa. Narxni kelishtirib, Bo'ybaslari o'lchangana yo o'lchab tashlab beraverasizmi? o'lchanga ana yo'q tayyor. Gap yo'q. Qo'chqor ham krasota ekan jonivor. Mana shunaqasidan boqinglar. Oppog'idan. Shunday charchab ishdan kelganda miyaga dam beradi akalar. Bir kasada makkani berganda chiqib ketadi mijjon. Gap yo'q. Puli ha? Olgan puli ko'zga ko'rinmaydi. Qo'chqorni sifati ham, o'zi ham a'lo darajada. Endi vaznini ham ko'ryapsizlar akalar. 4 ishda yaxshi natijada, misol 148 kilo bo'lsa, yem berib astoydil boqilmagan, bu sportniy holatda yurgan Qo'chqor. Shunday olib qo'shasizlar, razrezni qaranglar mana. Dakkansa razrez. Mana Qo'chqorlar. Oq bulutlari yo'q, oq bulutlar, ha? Gap yo'q. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa zo'ridan boqishlik. Hop, bunisi 4 ish. Bunisi 4 ish. Unisi qo'zi, 11 oylik. 11 oylik qo'zi. Azizbek buni narxida asosan. Hop. Dangal aytib ketaver-ya. Ha, bo'ladigan qilib ayting, chiroyli qilib. Xalqimiz, bizni obunachilarimizga eng zo'rini ilinganmiz doim. Kanalga obuna bo'lib kuzatinglar akalar. Mana shunaqa original narsalar chiqib yo'qotib qo'ymaysizlar, chiqib turadi. Bunisini $1400 dastavkasi ichida yetkazib beramiz. 1400. Ha. Buchi? Bunisini $700 dastavka ichida yetkazib beramiz. Gap yo'q, mana Qo'chqor. Jonivor, Qo'chqor. Azizbek. Akalar ancha-muncha odamni tortib ketar ekan. O'ta baquvvat ekan-a? O'ta. Gap yo'q. Bag berib sal eplab turibmiz. Akalar buni hozir ushlashda iloji yo'q. Ochig'i ikkita odamni kuchi yetmadi. Qo'rada olib chiqquncha akalar vobshe shunday yurganda
to'xtatib bo'lmas ekan qo'chqorni. Malades lekin o'ta baquvvat ekan. Vazni ham normalda. Hop, $700 ga 1400. 1400. Dastavkasi qayergacha bo'ladi? Dastavkasi Samarqandgacha dastavkasi narximiz bor. Gap yo'q. Buxorodan so'rasa-chi? Buxoroga so'rasa ham yetkazib beramiz. Malades. Telefon qilish bo'lsa behijolat. Bugunga qanaqalari bor yana? Hop, sariqlaridan chiqadi. Sariqlari bor-a? Mashallohi bor. Gap yo'q. Akalar, ana shularga navbatda beramiz. Telefon qilib ma'lumotlarni bemalol so'rab olasizlar. Bo'ylarni o'lchab, adden o'zlaringga tashlab video qilib ham chiqarib beraveradi. Keyingilar ko'rsataveramiz. Akalar, Qo'chqorni juda veliganini olaman degan akalarimizga haqiqiy maxsus. Bu ham 4 azbek. Bu ham 4. Quloqlari akalar toza 20 ekan, qo'ydi turishini qaranglar. 149 kilo vaznga, endi vazni 149 kilo dedingizmi? 149 kilo. Stoykalarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. 149 kilo vaznga mana shu tuyoqlari qaytarilmagan. Mashalloh, Spartan. Ammo zapas yetarli. Buni zapas qaram. Qo'chqorni qaranglar. Mashalloh, mana dumbani. Dumbalari xunuk bo'lib osilib ketmagan. Shuncha vazn bo'lib turib ham Qo'chqor juda baquvvat ekan. Haqiqatdan akalar, odamni kuchi yetmaydi. Eplab bir narsa qilib, buni quloqlari ham butun ekan-a? Quloqlari ham butun. Bu tomonni ham ko'rsatingchi. Bo'yini necha dedingiz buni? Buni bo'yi 1 metr 4 santimetr. Brutur. Brutur. Voy, mashalloh. Mana gigant akalar. Shoshilinglar. 100 ta qo'ylaring bo'lsa, bundan oldin chiqqan oq bilan ikkalasini olsalaring mana sizlarga haqiqiy zo'r variant. Buni ham yo'lida qilib beramiz, xudo xolasa. Ha, buni ham narxini yo'lida qilib kelishtirib beramiz. Ana Qo'chqor. O'ta katta-ku, ha? Azizbek. Teplab ham bo'lmayapti. Brutur bo'yi akalar. Kichkina Qo'chqor emas bu. Vazni ham 149. Yoshi ham 4 4 bu ham. Yangi chiqdi. Oldi turishini qarang. Oldilarini qarang. Kengligini qarang. Otga o'xshar ekan, jonivor. Mana Qo'chqorni zo'rini boqaman deganlarga. Buni necha pul qilib beramiz, Azizbek? Buni ham 1400 ga dastavkachi deb yetkazib beramiz. 1400, ha? Ha, 1400. Dastavkasi ichida. Buxorogacha ketaveradi bu ham. Buxorogacha ketadi. Xorazmdan so'rashsa, dastavkani kelishilgan holda chiqarib berasiz. Kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Gap yo'q. Qani bayni berib turuvchi bu tomonni ham ko'rsataylikchi. Ha, bu tomonni ko'rsatingchi Qo'chqorni. Voh, mana Qo'chqor akalar. Shoshilinglar mana. Eyda yo'g'idan. Hech kim sotmaydi bunaqa Qo'chqorni akalar. Maza qilib bolasini olib yuradigan akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qo'yib ketamiz. Gap yo'q. Akalar, krasota Qo'chqorni zo'ridan endi mana. Bu ektisha bu? Bu ektish. Sifatini qaranglar. Dumbalari ham tikka ekan, haqiqiy o'ziga yarasha sifati bor ekan akalar. Tomoni dumbalarni ham ko'rsating Azizbek. Dumbalarni qaranglar, tikka dumba akalar mana. Oh, Qo'chqorni qaranglar. Gap yo'q mana. Rangi novvat. Bu ektish. Bu ektish. Mana Qo'chqor. Oldi tushlar akalar mana. Hamma joyga kelishgan, yaxshi holatda. Buni necha pul qilib beramiz, Azizbek? Buni 850 ga dastavkachi deb yetkazib beramiz. $850, ha? Ha, $850 ga dastavkachi deb yetkazib beramiz. Tik 8 qilib qo'yasiz shuni. Endi 850 ga yaxshidan hujjat 900 chiqarg'im bor, mayli. Yo'q. 50. Bo'l, dastavkani Buxorogacha qilib berasiz. Buxorogacha dastavkachi ichida $850 ga yetib boradi. Ana Qo'chqor, haqiqiy zo'ri. Maza qilib boqaman deganlarga. Bundan keyingi yana qanaqasi bor? Bundan keyin yana bitta sarig'imiz bor, xudo xolasa, u ham o'ta krasota Qo'chqorimiz bor. Bo'ldi, aka, tuyushini ko'rsatingchi. Gap yo'q, mana Qo'chqorni qaranglar. Shoshilinglar akalar, $850 ga dastavkasi Buxorogacha Qo'chqorni ideal zo'rini olaman degan akalarimizga mana haqiqiy zo'ridan. Shoshilinglar akalar. Davom etamiz akalar, Qo'chqorni haqiqiy krasotalari kelibdi bugunga. Gap yo'q Azizbek. Qaydan topdingiz ekan bunaqa Qo'chqorlarni, ha? Mashalloh. Shoshilinglar akalar, zotga qidirib yurganlarga bugunga 5 dona uddar Qo'chqorni chiqardik. Bu oxirgi partiyasi. Juda go'zal Qo'chqorlar chiqdi.
bolaga zo'r bo'ladi inshaalloh. Ana qo'chqor, garbonoslar qaranglar akalar. Ana. Diyal. Jullari tulayapti ekan bo'ynidan. Kilo bo'ldi oldidan. Oldilar kilo bo'ldi jana. Oldi tushlari ham oldiga chiqqan. Zakonli holatda qo'chqorimiz. Hammaga nasib qilsin. Hamma mana shunaqa zo'llaridan olib, ko'paytirib, zot olib yuringlar. Oh, Qo'ydi qara. haqiqiy zo'r ekan. Orqalari ham kelishgan ekan, ha? Ha. Jonivor. Bu ham 4 tishga endi chiqyapti. Bu ham 4 tish, ha? Ha, 4 tish. Bu ham kilogrammlari Umidjon o'ta zo'r. Necha kilo? 132 kilo. Gap yo'q. Qo'ydi qarang. Ammo zapasi ishonchi yetarli. Malades. Qo'chqorlar haqiqiy zo'r. Bugunga tarozini ham yerto'radigan qo'chqorlar chiqargan, tasbiga. Ha. Gap yo'q. Ana oldi to'shlari. 4 tish qo'chqor. Malades. Mana olib boqinglar akalar, qo'yga qo'shib, maza qilib bolasini olib, duo qilib boqinglar inshaalloh. Necha pul qilib beramiz buni Azizbek endi? Buni bugun don bo'lasiz obunachilarimizga. Necha pul? $1000 emas. Aha. $900 dastlabki ichida Buxorogacha yetib boradi. Iyo, malades. Ana $900, ha? Ha, $900. Gap yo'q. Mana qo'chqor. $900 ga bepul dastlabki. Shoshilinglar akalar. Xohlasa chiroyli narxlarda zo'r qo'chqorlarni chiqarib berdik. Hammani chorvasiga, kasbkoriga Alloh baraka bersin. Hammani xonadonida mana shunaqa zo'r qo'chqorlardan boqishlik sizga bizga nasib qilsin akalar. Videodan like bosib, kommentariyga yaxshi fikrlarni, takliflarni bildirib turasizlar. Xudo xolasa biz davom etaveramiz. Hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar akalar. Azizbekka telefon qilinglar, qo'chqorlarni zo'rini chiqarib bering. Shoshilinglar akalar. Narxlari yo'lda bo'ladi, ha? Narxlarini kelishtirib yo'lda qilib beraman. Kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ysa, aytilgan summalardan xayrini ham qilib beraman. Gap yo'q. Mana shoshilinglar akalar.